Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nustro kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana bugun yana bir yangi obyektimizni tugatib oldik. Bunga bu yerda betoni quyilgan ekan. G'ishtlarini urib, sherlarda bunga bitirib, sismakalonlarga bitirib tayyorlab berdik. Bu yerda общий 11 xona uyimiz bor. Shuni bitirib qilib berdik. Qilingan ishlarimizni, narx-navolarni, bunga senalarni bir qator obzor qilib, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol xizmatlarimizdan foydalanishi mumkin. Xizmatlarimiz asosan Andijon viloyati Izboskan bo'ylab bo'ladi. Izboskanga yaqin joylarga ham kelib qilib beramiz. Mana bu joy ham Paxtavod, bizga yaqinroq joyi Paxtavodda. Izboskan bilan tutashgan joyda kelib qilib beryapmiz, qilib berdik aziz qadrdonlar. Mana bu yerda bir chekkadan aytib o'tsak, g'ishtlarimizni 950 so'mdan olib kelindi va g'ishtimizni 550 so'mdan urilibdi. 550 dan urdik. Va mana bunday rim stullarni ham o'zimiz qo'yib berdik. Qalblarimiz bor. Qo'yib berdik. Rim stullarimiz 1 metrini 250 ming so'mdan qo'yib berdik. To'g'ri, ob'yomi ko'proq edi. Keyin mana shu oldini sal ko'rayotgan bo'lsanglar, avvalni yumaloq qilib beringlar dedi. Shu yumaloqroq chiqarib berdik. Endi mana ko'rayotgan bo'lsanglar, piltalarimizni narxini ham aytib ketamiz. Piltamizni 7 ta pilta tushdi. 6 tasi 120, bittasi 1 bo'ldi. 7,5 million so'mga kranapga tayyorlab bosib berib ketibdi. Endi g'ishtlarimizni mana ko'rayotgan bo'lsanglar. G'ishtlarimizni 550 so'mdan. Keyin betonlarimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, agar отдельный quydirsa, mana shu kolonnalar burchakdagilar 130 ming qo'yib beryapmiz. Tepadagi primichkalar 80 ming, sisma primichkalar. Rigellarimiz, osma o'tgan rigellarimiz, mana bunday rigellarimiz. Bular 150 ming qo'yib berilyapti. Endi aziz qadrdonlar, optim shuni qo'yiq suyuq ichida bo'lib bo'ladigan bo'lsa 110 mingdan, bunisi kolonnasi ham, primichka, rigel, sisma hammasi olib 110 mingdan qo'yib beryapmiz. Hamma instrumentlarimiz bilan kelib qilib beryapmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, apparatga, mishalka hamma yo'g'imiz bor. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beryapmiz. Mana obyektimizni ham to'liq tugatdik. Old tepadan ham ko'rinishlarini chiroyli qilib videoga olib qo'yib beramiz. Keyin bu yerda podvallari bor ekan, podvallarning shuvoqlarini ham qildik. Shuvog'ida orqa tomonga shu arig'i bor ekan, ariqlarini ham, patoy ariqlarini betondan qo'lda qo'yib berdik. Mana aziz qadrdonlar, bu oldi ko'rinishi. Bu yerda lesnitsa bo'ladi. Bu yoqqa chiqib turib, tepaga chiqib ketadigan lesnitsa bo'ladi. Buni proyektini ham videoda oxirida qo'yib joylab qo'yaman. Bemalol olib kimgadir kerak bo'lsa foydalanishi mumkin. Hozir bu yerda podvallarini ko'ramiz. Mana steshkalarni qo'yib, podvalni so'killarni shuv qo'ydik. Sementovoy shuv qilib, yerlar o'ta yerni kavlab turib, shunchaki qo'ygan ekan. Imkoni boricha to'g'rilab shuv tayyorlab qo'ydik. Yo Allah. Endi mana shu 3 ta podval bor. Buni tagiga ham podval, bu ham podval, bu yerda ham podval bor. Buni podvalni bitirdik. Hozir mashina kelguncha instrumentlar ko'chiryapmiz yangi joyga. Shu ko'chirish jarayonida bir qator sizlarga syomka qilishga harakat qilaman. Mana bu yerda shilaka bloklarini ham urganmiz. Shilaka bloklarimizni 3 ming so'mdan urib beryapmiz. Tushdigini. Keyin bu betonlari 100 ming so'mdan berdi. 110 ming so'mdan berdi. Polni hammasi shunaqada yo'l qilingan 110 mingdan. Sisma kolonna qo'yiq suyuq ichida quyilgan betonni. Keyin mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerlarda ham shuvoq qilingan. Monolitlar qo'yib berganmiz. Monolitlarimizni 250 mingdan qo'yib beryapmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, mana cho'tki chiqqan salaparlar solib monolitlar qo'yib berganmiz. Orqa tomonda mana betonlar, latogarlar qo'yib berilgan. Bunimizning narxi esimda yo'q, to'g'risi.
Endi hozir tepani ham bir qator polni ko'rib obzor qilamiz. Mana aziz qadrdonlar, polni tepadan ko'rinishi xonalarimiz va tomlarimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, temir balkadan qilinyapti. Kimgadir shunaqa tom yopish xizmatlari kerak bo'lsa, konteynerdan bemalol murojaat qilaverasizlar. Yog'ochdan arzon qimmatroq tushadi, lekin bu temirlik uchun etidan keyin chirimaydi, netmaydi. Chiroyli qilib qurt tushmaydi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chiroyli kraskalar bosinglar, yana ham yaxshi chiroyli chiqadi. Mana plankalar qo'yilgan. Orasida qovurg'asi bor. Bu konteyner mahsulotlaridan bo'lgan to'sinligi. Endi aziz qadrdonlar, mana bu yerda xonalarni ko'ryapsizlar. 11 ta xona общий. Mana bunday qilib hammasiga xona uchun ham ko'ryapsizlar, dimoxodlar qo'yib ketilgan. Ventilyatsionni tepadan ko'rinishi. Bu joyimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, shu u yoqdan ham yopilgan, mana aylantirib. Bu yerimiz 8,5 sotik joydi. Shu o'rtada bo'shliq qoladi. Bu oldini ham temirdan rigel hisobida qilib, o'g'on qilib ko'rayotgan bo'lsanglar qilib beradi. Bu yerga 180 million so'mga polni olib kelib, materiali hamma yo'q ichida yopib beryapti. Narxi arzonmi, qimmatmi? Mana qilib oldilarini ham ko'rayotgan bo'lsanglar, beton bunaqa qilmasdan temirdan qilinyapti, yopib beryapti. Bu yerga keyin shilibga qaqib turib, pena haydaladi tomga. Po'kak pena, shu hali gipsdan qilingan emas, oddiy po'kakli pena haydaladi. Shu utuplitili yaxshi bo'lish uchun pena haydalanadi. 180 millionga mana ko'rayotgan bo'lsanglar, где-то 1000 kvadratga yaqin joy. 1000 kvadratga yaqin joyda tashashib beryapti. Mana bu yerda darvozaxonalar ham bor. Bular ham bitta qilib yopiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda mana darvozaxonamiz bor. Bu yerga ham manaqasiga balka tashlanib, mashina polni yopiladi. Mashina shunday aylanib 180 millionga yerda qilib beryapti. Tomini ham yopib, arkalar chiqarib, shu figurali pasolli bo'ladi. Pasolli qilib chiroyli qilib berishadi. Kimgadir shu xizmatlar ham kerak bo'lsa, shu konteynerdan tom yopish bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu meni telefon qilsanglar, nomerimni beraman. Bemalol ko'rib gaplashaverasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta moshni like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kun xizmatinglardamiz.